Mana mahobat, mana viqor, mana haybat. Oqsaroy, bizni kutganmiding? Biz keldik. Oqsaroy majmuasi haqida istalgan manbadan biz ma'lumot olishimiz mumkin. Lekin men bugun boshqacha yondashmoqchiman. Bu yerga tashrif buyurgan sayyohlardan 10 ta qiziq ma'lumot yig'ishga harakat qilaman va ularni sizlarga yetkazib beraman. Qani ko'ramiz, bajara olar ekanmanmi? Birinchi sayyohimizning aytishlaricha, Oqsaroy majmuasi bir necha marotaba restavratsiya qilingan ekan hamda 2014-2016 yillarda majmua UNESCOning talablari bo'yicha obodonlashtirilgan. Navbatdagi sayyohimizning aytishlari bo'yicha Amir Temur 14-asrda mana shu Oqsaroyni qurdirgan ekan hamda uning 2 ta o'g'li va 1 nabirasi mana shu yerda dafn etilgan ekan. Navbatdagi ma'lumotni esa gid janoblaridan eshitamiz. Yuring. Gid bergan ma'lumotlarga ko'ra, orqamizda turgan obida bu Oqsaroy majmuasining darvoza, ya'ni kirish qismi hisoblangan. Aslida 72 metr balandlikda tashkil etgan bu Oqsaroyning hozirgi qolgan qismlari esa 35 hamda 40 metrni tashkil etadi. 13 yoshlik sayyohimizning bergan ma'lumotlariga ko'ra, Oqsaroyni Amir Temur o'z onasining xotirasiga atab qurdirgan ekan. Hamda mana shu Oqsaroy majmuasining qurilishida asosan xorazmlik hamda eronlik ustalar mehnat qilgan. Siz ko'rib turgan mana bu yerda Amir Temur davrida qurilgan favvora bor desam ishonasizmi? Men navbatdagi olgan ma'lumotimga ko'ra, 2012-yilda fransiyalik olima ayol Selen Olanyaning doktorlik dissertatsiyasi orqali mana shu yerda tarixiy favvora borligi isbotlab berilgan. Agar bizning qudratimizga shubha qilsang, biz qurgan imoratlarga boq. Ana shu mashhur ibora aynan Oqsaroy peshtoqiga yozilgan. Bu esa abituriyentimiz bergan ma'lumot edi. Bu yerga majmuaga tashrif buyuradigan turistlarning soni 100 dan 150 tagacha bo'lar ekan. Asosan Yevropa mamlakatlaridan sayyohlar tashrif buyuradi hamda 40 yoki 50 yoshdan katta bo'lgan sayyohlarni ko'rishingiz mumkin. Mendagi keyingi bo'lgan eng muhim ma'lumotlardan biri bu Oqsaroy majmuasiga kirish chipta narxlari. Xorijliklar uchun 40 ming so'm etib belgilangan, mahalliy aholi uchun esa 5 ming so'm, talabalar va maktab o'quvchilari uchun esa 3 ming so'm. Oqsaroy hududidagi eng kichik sayyohimiz Sirojiddinning ma'lumot berishiga qaraganda, ushbu hududda Shahrisabz davlat muzey qo'riqxonasi joylashgan ekan hamda muzeyda Temuriylar davriga oid bo'lgan ko'plab tarixiy eksponatlar mavjud. 10-ma'lumot esa Kaminadan. Mana shu hashamatli Oqsaroy majmuasi tarixda qanday ko'rinishga ega bo'lgan deb o'ylaysiz? Marhamat, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Shahrisabzga sayohatimiz nazarimda tez nihoyasiga yetdi. Lekin mana shu qisqa fursat ichida biz sizlarga ko'plab tarixiy hamda qiziq ma'lumotlar berishga harakat qildik. Shahrisabzga yo'lingiz tushsa, albatta Oqsaroyga tashrif buyuring.